是来自阿克苏乌实县的一名小学老师穆耶塞尔安瓦尔。Salam san'at beg'idagi tihkor ustozlar, kasbdoshlar, hammanglarning muvaffaqiyati xayrli bo'lsin. Men o'zim Aqsu Ushturpandan, ismim Muyassar Anvar. Mening 6-qarar Oltin Go'har Yipak yo'li sadosi programmasiga qatnashishga turtki bo'lgan asosli sabab bo'lsa, mening shu kichikimdan o'zimda bor bo'lgan shu naqshiga bo'lgan o'tdek ishtiyoq, qiziqish shundaqla shu ustozlarimizning bir qimmatli taklif fikrlarini anglab beqish hamda kasbdoshlarimdan o'zimda yo'q bo'lgan ortiqchiliklarni o'rganish uchun mustahni yetib keldim. Men odatda xalq naqshlarini shundaqla shu xalq ohangi tusini olgan naqshlarni aytishni bekrak yaxshi ko'raman. Mening 6-qarar Oltin Go'har Yipak yo'li sadosi programmasiga qatnashishimga oldi bilan mening ota-onam, qarindoshlarim shundaqla mening atrofimdagi do'stlarim menga yaqindan madad berdi, qo'lladi. Men mush ekran orqali ularga chin ko'nglimdan minnatdorligimni bildiraman. Rahmat sizlarga.究竟为什么？漫漫人生路上下就索，心中渴望真诚的生活，谁能告诉我？当年好困惑，一真一幻难取舍，悲欢离合都曾经有过，这样执着究竟为什么？漫漫人生路